Boshladingizmi? Bo'ldi, jigar. Menga qarang, monitorni menga qaratib ketmadingiz. Men o'zim qarab o'tiraman, vaziyat qanaqaligini. Zaryadga nima bor-a? Fleshga toza, to'lib bo'lmaydi. Qancha vaqtimiz bor? Qancha vaqtimiz bor fleshkada? 1 soat bormi? Bo'ldi, tamom. Hozir respublikaning barcha ma'muriy hududlaridagi hokimliklarga qo'ng'iroq qilamiz va ularda Hozir respublikaning barcha ma'muriy hududlari hokimliklariga qo'ng'iroq qilamiz va ularning ko'l markazlari qanchalik yaxshi ishlayapti, shuni bilamiz. Hozir respublikaning barcha ma'muriy hududlaridagi hokimliklarga qo'ng'iroq qilamiz va ulardagi ko'l markazlari qanchalik yaxshi ishlayotganini o'rganamiz. Yo'q, boshqatdan. Hozir respublikaning barcha ma'muriy markazlaridagi hokimliklarga qo'ng'iroq qilamiz. Hozir respublikaning barcha ma'muriy markazlaridagi hokimliklar shu bilan birgalikda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi ko'l markaziga qo'ng'iroq qilamiz va bu ko'l markazlar qanchalik yaxshi ishlayotgani, murojaatlarni o'z vaqtida qabul qilayotganini tekshiramiz. Qaysi biri yaxshiroq, qaysi biri yomonroq, o'ziga xos reyting tuzamiz. Bugun 6-iyun, yo'q, 13-iyun. Bugun 13-iyun, soat esa 10:25. Bugun 13-iyun, soatimiz esa 10dan 25 daqiqa o'tyapti. Ya'ni biz 9:00 dan 18:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida qo'ng'iroqlarni amalga oshiryapmiz. Demak, boshladik. Andijon viloyati bizni dastlabki qo'ng'iroq qiladigan manzilimiz bo'ladi. Andijon viloyat hokimligi saytiga kiramiz. Bu yerda Andijon viloyat hokimligi saytiga kiramiz. Bu yerda aloqa raqam, ishonch telefon raqamlari bor. Mana shu ishonch telefon raqamlariga qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Demak, mana shu yerda ko'rinib turibdi. Saytda ishonch telefon raqami. Demak, barcha raqamlar Demak, yana bir narsani eslatib o'tishim kerak. Hozir har bitta hokimliklarga, Jo'qorg'i Kengasga qo'ng'iroq Demak, yana bitta narsani eslatib o'tishim kerak. Hozir har bitta hokimliklarga qo'ng'iroq qilganimizdan keyin, Hozir har bitta hokimiyatga shu bilan birgalikda Jo'qorg'i Kengasga qo'ng'iroq qilganimizdan keyin undan navbatdagi hokimlik va Jo'qorg'i Kengash raisini sayyor qabuli qachon bo'lishi haqida ma'lumotlarni so'rab ko'ramiz. Demak, dastlabki manzil yuqorida aytdik Andijon va biz ishonch telefon raqamiga qo'ng'iroq qilamiz. 74 kodi bilan 225 80 00. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Andijon viloyat hokimligimi? Aha. Bilsam bo'ladimi? Andijon viloyat hokimini sayyor qabuli mana oldindagisi qachon bo'lishi haqida, qachon, qayerda bo'lishi haqida so'ramoqchi edim. Akajon, bitta raqam aytaman. Qaysi raqamni aytasiz? Qabulxona raqami. Qabulxona. Bu qanaqa raqam? Ishonch telefon murojaatingiz bo'lsa. Murojaatlar bo'yicha telefon qilaman. Juda ham yaxshi. Mayli, raqamni ayting. 74 74 bilan 223
223 2358. 2358. Rahmat. Yana bitta raqami bor. Aya. Xuddi shu 74 223 30 31. 74 223 30 31. 30 34. Rahmat. 31. 31. Aha. Rahmat. Xo'p. Biz qo'ng'iroqlarni amalga oshirayotganimizda nimalarga e'tibor beramiz? Ya'ni qancha vaqt davomida bog'lana olganimizga operator o'zini tanishtiradimi yoki tanishtirmaydimi? Mana shunga shu bilan birgalikda savollarga aniq javob berildimi, berilmadimi? Shunga ham e'tibor beramiz. Murojaatni ro'yxatdan o'tkazishni taklif qilish masalasi ham albatta bu yerda muhim bo'ladi. Qo'ng'iroqni davomiyligi, ya'ni suhbatimizni qancha davom etganiga ham albatta e'tibor beramiz. Bir necha marta turli vaqtlarda qo'ng'iroq qilib hozir Andijon viloyati bilan bo'lgan anaqamiz hozir Andijon viloyati bilan bo'lgan suhbatimiz 1 minut vaqt davom etdi. Davomiyligi 1 minut bo'ldi. Qisqa vaqt ichida ko'tardi. Yana nima? Bizni savollarimiz to'liq qanoatlantirildi. Yana o'zini tanishtirmadi. Bu Andijon. Xo'sh. Davom etamiz. Bizda keyingi Buxoro viloyatiga telefon qilib ko'ramiz. Buxoro viloyati qanchalik tez ko'taradi? Va biz undan jismoniy shaxslar hokimiyatga qanaqa qilib murojaat yuborish mumkinligi haqida so'rab ko'ramiz. Buxoro viloyati hokimligi mana bor bizda telefon raqamlari. Xo'sh. Telefon qilamiz. Demak, 65 kodi bilan 222 raqam chiroyli ekan. Alo. Assalomu alaykum. Buxoro viloyati hokimligimi bu? Alo. Kechirasiz, bir narsa so'ramoqchi edim. Jismoniy shaxslar hokimiyatga qanaqa qilib elektron ariza yuborish mumkin? Ayta olasizmi? Jismoniy shaxslar? Qanaqa ariza yozmoqchisiz? Tushunmadim. Qanaqa ariza yozmoqchisiz deyman? Shu muammolar bo'yicha-da elektron ariza yuborish masalasini so'ramoqchi edim. Mahalladagi muammolar bo'yicha.
Labbay. Arizaga o'tmoqchi bo'lsangiz, o'z pochta orqali o'tsangiz bo'ladi. O'zimni nima shaxsiy pochtam orqali yuborsam bo'ladimi? Elektron pochtam orqali? Hozir aka. Alo. Labbay. Eshitaman sizni. Aka siz qanaqa nima orqali o'tmoqchisiz? Pochta orqali. Shu yo o'zim oddiy foydalanadigan shaxsiy elektron pochtam orqali yuborsam bo'ladimi o'zi? Qanaqa ekan aka bilsam bo'ladimi? Va Google'dagi elektron pochtangiz orqali aytmoqchimisiz? Ha. Unaqa yo'q aka, lekin bizga Buxoro murojaat.uz degan Aha. nimamiz bor aka. Shu orqali o'tsangiz bo'ladi. Lekin murojaatingizni aka pochta orqali o'tsangiz ham bo'ladi. Qaysi elektron pochtaga yuborsam bo'ladi murojaat? Buxoro murojaat YX35 aka, YX.uz aka. YX elektron pochtangiz esa Buxoro murojaat YX.uz degan elektron pochtamiz bor aka. O'sha orqali o'tsangiz ham bo'ladi. Buxoro murojaat yx.uz.com. .uz. O'zingizni tanishtirib yubora olasizmi? Kim bilan gaplashdimi? Labbay. 19-operator, navbatchi operator. 19-operator ism familiyangiz? 19-operator aka. Ism familiyangizni aytish mumkin emasmi? Yo'q aka, aytolmayman. Xo'p, mayli. 19-operator bizga bog'landilar va operator ekanlar. Agar boshqa odam bo'lganlarida tushunish mumkin edi. Kimdandir so'rab olyaptilar, ko'ryapsiz. Men savol beryapman. Juda ham oddiy savollarni beryapman va kim bilandir maslahat qilyaptilar, nimalardir yana. O'zingiz baho bera olasiz albatta. Va ism familiyasini aytmadilar. 19-operator Buxoro viloyati hokimligida faoliyat yuritadigan 19-operator bizga bog'landilar. Javob berdilar. Qanchalik baholash bilmadim. Aytaylik, savollarga to'liq javob berdimi? Qisman, aytaylik, umuman olganda savollarga to'liq javob berdimi? Qisman ha, lekin bu ma'lumotlar bo'yicha bu mavzular bo'yicha o'zida ma'lumot yo'q. Tasavvur qilyapsiz-da mana. Men savol beryapman, juda ham oddiy savol beryapman. Ya'ni elektron pochtaga o'zimni shaxsiy elektron pochtam orqali murojaat yuborsam bo'ladimi degan savolni beryapman. U kimdandir so'rayapti, nimadir. Ishladi, lekin juda qisqa vaqt ichida aloqa markazlari bizga bog'landi. Biz bog'lana oldik albatta. Ishladi, lekin biz juda qisqa vaqt ichida Buxoro viloyat hokimligiga bog'lana oldik. Shu bilan birgalikda suhbat davomiyligi adashmasam 2 daqiqa davom etdi va bu albatta menimcha bu bilan to'liq baholash to'g'ri bo'lmaydi, chunki 3 daqiqa vaqt davom etibdi. Chunki operatorda qanchalik to'g'ri bizga ma'lumot bera olishiga ham bog'liq. Daqiqa. Lekin o'zini tanishtirmadi. Menimcha bunaqa taqiq bo'lmasligi kerak. Murojaatchi kim bilan gaplashayotganini bilish kerak. Chunki men kecha mana shu odamga murojaat qilgandim degan hech bo'lmasa mana shu ma'lumotni oddiy murojaatchi bilish kerak. Xo'sh, kelasi hokimlik vakiliga o'tamiz. Keyingi hokimiyatga o'tamiz. Bu Jizzax viloyati hokimligi. Demak, saytiga kiramiz. Saytda aloqa markazlari bor.
barcha raqamlar. Mana bu yerda keltirilgan telefon raqamlar, kontaktlar, elektron pochtalar. Demak, qo'ng'iroq qilamiz. 72 kodi bilan 226 30 90. Абонент банд. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Abonent занят. Пожалуйста, перезвоните позже. Xo'p, yana bir marta qo'ng'iroq qilib ko'ramiz. Abonent band. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Yana bir marta telefon qilib ko'ramiz. O'zi umuman Abonent band. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Xo'p, keyinroq qo'ng'iroq qilib ko'ramiz Jizzax viloyatiga. Jizzax viloyati biz yana Jizzax viloyatiga qaytamiz albatta. Xo'sh, Qashqadaryo viloyati. Demak, Qashqadaryo viloyatini aloqa tarmoqlari bor bu yerda. Telefon qilamiz. Ishonch telefon raqami bu 75 kodi bilan 221 07 60. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati hokimligining murojaatlar bo'limiga operator javobini kuting. Demak, bizga robot javob beryapti. Soat 10:43. Alo. Ha, bog'landi deb o'yladim. Bog'lanmadi. Demak, 3 minut kutdik. Yana kutamiz. Qani qanchalik
uzoq kuta olamiz. Lekin menimcha maksimum 10 minut kutish kerak. Alo. 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 Anaqa o'chib qoldi. Ana muzikasi o'chib qoldi, lekin hozir bu yerda qanaqadir shum bor. Lekin gapirmayapti. Biz 5-minutiga qarab ketyapmiz bu yerda. Hali unaqa bo'lmayapti. Balki boshqadan telefon qilib ko'ramiz. Mana shu nomerga yana bir marta telefon qilib ko'ramiz. Xo'sh, ko'ramiz. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyat hokimligiga xush kelibsiz. Operator javobini kuting. Xo'p bo'ladi. Mana 3,5-4 minut bo'lganda muzika o'chib qoldi va qanaqadir shum bor, ya'ni kimdir telefonni ko'tardi, lekin kimdir gapirmayapti. Mana shunaqangi holat bor, lekin bilmadim, bu nima, bu qanaqa tavsiflash kerak buni bilmayman, lekin yana 4 minut kutib ko'ramiz. Xo'sh, balki yana shunaqa bo'lar. Agar ikkinchisida ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu qanaqadir texnik nosozlik emas, balki ataynatdan shunaqa qilingan bo'lishi mumkin, ehtimoli bor shunaqa. Choy bermaysizmi, Jasur? Choyingizdan bitta bering. Davom etyapti. Rahmat, jigar. Hali kutishda davom etyapmiz. Bizda vaqt ko'p, kutaveramiz.
Turkiyada yo'l transport hodisasi oqibatida o'zbekistonlik ayol, uning turmush o'rtog'i va 2 oylik farzand halok bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, fojia 11-iyun kuni Chekmeko'y tumani hududidan o'tuvchi Shimoliy Marmara avtomagistralida yuz bergan. Sabiha Gökçen aeroportidan qaytayotgan 29 yoshli Sadik Gunden boshqaruvidagi yengil avtomobil shu yo'nalishda harakatlanayotgan yuk mashinasi orqasiga uriladi. Hodisa joyiga yetib kelgan qutqaruvchilar uchala jasadni avtomobildan chiqarib olgan. Mahalliy ommaviy axborot vositalariga ko'ra, er-xotin 4 yil oldin turmush qurgan. Ularning yana 3 yoshli Said ismli farzandi ham bor. Bola voqea sodir bo'lgan paytda ota-onasi bilan birga bo'lmagan. Anhor.uz hamyurtimiz va uning oila a'zolari bilan bo'lgan mudhish voqea yuzasidan ularning yaqinlariga hamdardlik bildiradi. Turkiya ularning yaqinlariga hamdardlik bildiradi. Shu qo'zgandi. Boya 4 minut kutgan bo'lsak, hozir naqd 6 minut kutdik. Qashqadaryo viloyat hokimligiga qandaydir murojaat yo'llash uchun. Balki bo'lishi mumkin, shunaqa gumon bo'lishi mumkin. Ya'ni bizga o'xshagan kimdir o'zini jiddiy murojaati bilan operatorlarni band qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin boya bundan avvalgi kontaktda Buxoro viloyatida 19-operatorman dedi. Tushunishimcha ungacha yana 18 ta operator bor. Ya'ni operatorlar ko'pmi yoki faqat shunchaki 19 yoki 38 deb nomlanganmi? Ikkita ehtimol bor. Qashqadaryo viloyatini umuman hamma viloyatlarga qo'ng'iroq qilar ekanmiz, faqat 10 daqiqa kutamiz. Undan keyin kelasi nimaga o'tamiz? Viloyatga qo'ng'iroq qilishga o'tamiz va shu bilan reytingda menimcha baholash mumkin.
9 minut. Xo'sh, biz Qashqadaryo viloyatiga qo'ng'iroq qildik va bu qo'ng'iroqda naqd 10 daqiqayu mana rasmini olib qo'yamiz. 10 daqiqayu 20 soniya kutdik, lekin bog'lana olmadik. Bu bizni ikkinchi qo'ng'irog'imiz edi. Birinchi qo'ng'irog'imiz o'zidan o'zi uzilib qoldi. Ya'ni ovozsiz o'sha yo kutayotganingiz bilinmadi, yo boshqa narsa bilinmadi. Shunaqa holatga tushib qoldi. Mana endi ikkinchisi hali 10-daqiqa. Mana hali ham mana aloqada turibmiz. Hali ham bog'lana olganimiz yo'q operatorlar bilan. Demak, nima qilamiz? Reytingini shunga qarab chiqaramiz. Biz Qashqadaryo viloyati bilan 10 daqiqada ham, umuman olganda 11 daqiqada ham bog'lana olmadik. Shuning uchun bu albatta vaziyatni reyting o'zimiz shaxsiy reytingimizda Anhor.uz reytingida albatta buni inobatga olamiz. 11-daqiqadan o'tdi, mana hali bog'lana olmadik. Endi undan keyingi nimaga o'tamiz? Navoiy viloyati bizni qanchalik yaxshi kutib oladi. Xo'sh, Navoiy viloyat hokimligi sayti bor albatta, sayti ishlayapti. Aloqa markazlari saytda ko'rsatilgan mana. Demak, aloqa markazlaridan havola olamiz. Demak, sayt ma'lumotlariga ko'ra 79 kodi bilan 200 Sayt ma'lumotlariga ko'ra 79 kodi bilan 220 1020 demak, raqami ishonch telefon raqami hisoblanadi ekan. Xo'sh, telefon qilib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Siz Navoiy viloyati hokimligining ishonch telefoni raqamiga qo'ng'iroq qildingiz. Operator bilan ulanish uchun 1 raqamini bosing. Ishonch telefonimiz xizmatini baholash uchun 2 raqamini bosing. Demak, sensatsiya bizda. Biz Navoiy viloyatiga qo'ng'iroq qildik. Dastlabki qo'ng'irog'imiz edi va dastlabki qo'ng'irog'imizda birinchisida 44 soniya chaqiruvdan keyin nima bo'ldi? Qo'ng'iroq tugatildi. Demak, biz Navoiy viloyatiga qo'ng'iroq qildik va o'zingiz biz Navoiy viloyatiga qo'ng'iroq qildik. Biz Navoiy viloyati demak biz Navoiy viloyati hokimligi ishonch telefon raqamiga qo'ng'iroq qildik va 44 soniyalik qo'ng'iroqdan so'ng qo'ng'iroq o'zidan o'zi uzib qo'yildi. Biz taslim bo'lmaymiz. Yana qo'ng'iroq qilamiz, yana qo'ng'iroq qilaveramiz. Demak, 79 kodi bilan 220 10 20
telefon nomeriga, telefon raqamiga qo'ng'iroq qilamiz. Ulanish uchun 1 raqamini bosing. Xo'p, Ishonch bo'ladi. telefon Ikkinchi qo'ng'irog'imiz. Demak, Navoiy viloyatiga bo'lgan ikkinchi qo'ng'irog'imiz ham bekor ketdi, yana o'chib qoldi. 3-marta yana qo'ng'iroq qilamiz. Vaziyat. Assalomu alaykum. Siz Navoiy viloyati hokimligining ishonch telefoni raqamiga qo'ng'iroq qildingiz. Operator bilan bog'lanish uchun birni bir bosing. raqamini bosing. Birni bosdik. Xo'sh. Bitta qizillab qo'ygandek bo'ladigan. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz. 3 marta telefon qildik, uchalasida ham bog'lana olmadik, o'chirib qo'yapti. Aytaylik, Navoiy viloyatining bitta chekka qishlog'ida istiqomat qiluvchi fuqaro qanaqadir muammosi bor va u hokimiyatga, demak, hokimiyatdan yordam so'ramoqchi. Aytaylik, elektron pochta orqali murojaat qilishni bilmaydi. Bilgan taqdirda ham joy elektron pochtani ochib qarab o'tirishadi deb o'ylamayman. Balki qilishar bu ishni. Lekin mana 3 marta qo'ng'iroq qildik, uchala chaqiruvlarimiz ham javobsiz bo'ldi. 4-marta qo'ng'iroq qilamiz va operatorda baholab qo'yamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum Siz Navoiy assalom. viloyati hokimligining ishonch telefoni raqamiga qo'ng'iroq qildingiz. Operator bilan bog'lanish uchun 1 raqamini bosing. Xo'p, Ishonch telefonimiz xizmatini baholash uchun 2 raqamini bosing. 2 raqamini Ishonch bosamiz. telefonimiz xizmatini baholash uchun 1 dan 5 gacha bo'lgan raqamlarni bosing. 5 ni bossammikin? Yo'q, 1 ni bosaman. Qo'ng'irog'ingiz uchun rahmat. Spasibo za ваш звонок. Rahmat sizga. Opa menga do'q qilgandek bo'ldi. Xo'sh, Navoiy viloyati haqida, Navoiy viloyatiga biz 3 marta qo'ng'iroq qildik va uchalasi ham javobsiz bo'ldi. Savollarimizga javob ola olmadik. Operatorda o'zini ko'rmadik ham, lekin albatta bir baho bo'lsa ham albatta berdik bir bahoni. Lekin bu ko'p. Menimcha bu juda ko'p. Namangan viloyati, yana vodiyga qaytamiz. Namangan viloyati, Andijon viloyati agar boshqa viloyatlarga solishtiradigan bo'lsak, juda yaxshi javob bergan bo'ladi. Agar oxirigacha undan yaxshisi chiqmasa. Demak, qo'ng'iroq qilamiz, barcha raqamlar. Hop, saytda bor telefon raqamlar, kontaktlar keltirilgan bu yerda. Devonxona ishonch telefon raqami bor mana 71 kodi bilan 200 07 22. Demak, Namangan viloyati hokimligi ishonch telefon raqamiga qo'ng'iroq qilamiz. Qanday davom etadi? Nimadir deb o'chirib qo'ydi. Номер доступа заблокирован. Nomer dostup zablokирован deyapti. Saytga qo'yilgan mana shu raqam 71 kodi bilan 200 07 22. Demak, shunda Namangan viloyati hokimligining ishonch telefon raqami ishlamayaptimi? Ishlamayotgan bo'lsa nimaga bo'lsam saytga qo'yib qo'ygan. Mana nomer dostupa zablokирован. Номер доступа заблокирован. Shunaqa deyapti xullas. Balki qisqa raqamli telefon qilib ko'ramiz. 1056. Devonxonaga telefon qilmaymiz, chunki bizga aynan ishonch telefon raqamlari kerak. 1056 qo'ng'iroq qilamiz. Chaqiryapti.
Hozirgi vaqtda barcha operatorlar band. Iltimos, birozdan so'ng qayta qo'ng'iroq qiling. На данный момент все операторы заняты. Пожалуйста, перезвоните позже. Hozirgi vaqtda barcha operatorlar band. Iltimos, birozdan so'ng qayta qo'ng'iroq qiling. На данный момент все операторы заняты. Пожалуйста, перезвоните позже. Hozirgi vaqtda barcha operatorlar band. Iltimos, birozdan so'ng qayta qo'ng'iroq qiling. На данный момент все операторы заняты. Пожалуйста, перезвоните позже. O'chib qolib qayta yoqdim. Namangan viloyatining barcha operatorlari band ekan. Balki yana bir marta qo'ng'iroq qilamiz. Keyin yana qo'ng'iroq qilamiz. Balki keyinroq bo'shab qolishadi. Ya'ni 1056 qisqa raqamga qo'ng'iroq qilyapmiz. Mana 71 kodi bilan 270-22 telefon raqamlari ishlamayapti. Endi biz hozir 1056 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilyapmiz. Menimcha ular band, balki abed qilishayotgandir, lekin abedga hali bor. Soatimiz 11:08 bo'ldi. Hozirgi vaqtda barcha operatorlar band. Iltimos. Hozirgi vaqtda ham operatorlar band ekan. Xo'sh. Qo'ng'iroqlarimiz tarixi yozilyapti, qachon, qayerda, qachon qo'ng'iroq qilinayotgani haqida. Namangan viloyatini ham keyinroqqa olib qo'yamiz. Demak, bizda Jizzax viloyati keyinroq olinadigan bo'ldi va Namangan viloyati keyinroqqa olinadigan bo'ldi. Biz albatta keyinroq yana qo'ng'iroq qilamiz. Samarqand viloyati nima deyapti? Samarqand viloyatiga qo'ng'iroq qilamiz. Demak, Samarqand viloyati hokimligi barcha telefon raqamlar, bizda ishonch telefon raqamlari bor bu yerda. Demak, ishonch telefon raqami g'alati raqam. uch olti olti ikki uch nol 4777. Judayam noto'g'ri raqam. Noto'g'ri raqam terdik. 66 kodi bilandir balki. 230 4777. Ha, 66 kodi bilan 366 230 47 77 deb yozdik, chiqmadi. Shunda 66 kodi bilan 230 47 77 deb yozdik. Mana musiqa chalishni boshladi. Agar qanaqadir zerikadigan bo'lsangiz va randomli musiqa eshitmoqchi bo'lsangiz, albatta shunaqa telefon qilib eshitib o'tirsangiz bo'ladi. Marbekor menimcha olishmaydi. Samarqand viloyat hokimligiga qo'ng'iroq qilyapmiz va Samarqand viloyat hokimligi o'ziga xos mumtoz deymizmi? Ay.
ishonch telefoni bor-ku, shunga qo'ng'iroq qilinglar. Yoki ishonch telefonlari ishlamayapti. Ilhom aka. Ishonch telefoni bor-ku, shunga qo'ng'iroq qilinglar. Ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Suvdan, gazdan ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Ishonch telefoni deb juda oshirib yormayapmizmi? Ishonch telefoni ishonchlimi o'zi? Alyo, hokimiyatmi? Biz Toshkent shahar hokimligiga qo'ng'iroq qilmadik. Bu vazifani sizga qoldirdik. Siz qo'ng'iroq qiling va video. Siz qo'ng'iroq qiling, natijani esa albatta mana shu videoning kommentariyasiga yozib keting. Biz Toshkent shahar hokimligiga qo'ng'iroq qilmadik. Bu vazifani esa sizga topshirdik. Prezidentimiz tomonidan ta'kidlanayotgan jamoatchilik nazorati ayni mana shu nuqtada ko'rinadi. Siz Toshkent shahar hokimligiga qo'ng'iroq qiling, o'z murojaatingizni taqdim qiling va undan so'ng natijalar qanday bo'lganini qisqa vaqt ichida bog'lana oldingizmi? Operator sizga o'zini yordamini ko'rsata oldimi? Demak, Samarqand viloyat hokimligiga ham qilgan qo'ng'irog'imiz 6 daqiqa bizga ko'ngilga yoqadigan qo'shiqni taqdim qildi-yu, qo'ng'iroq tugatildi. Va nima qilamiz? Yana bir marta qo'ng'iroq qilamiz. Biz odatda 10 daqiqa kutamiz degandik, lekin 10 daqiqaga yetib bormadi. Qo'ng'iroq yakunlandi. Mana yana bir bor. Aynan o'sha 66 kodi bilan 230 47 77 kodiga telefon nomeriga qo'ng'iroq qilyapmiz. Yana o'sha muzika. Yana o'sha musiqa. Musiqa davom etyapti. Sağ olun. Ilhomjon. Ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling.
Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, kimsiz? Samarqand viloyati hokimligimi? Shunday aka. Bir narsa so'ramoqchi edim. Samarqand viloyati hokimligiga jismoniy shaxslar qanaqa qilib murojaat yubora oladi? Xo'p, mana shu ishonch telefon orqali qoldirsangiz bo'ladi, og'zaki murojaat aka. Keyin sam murojaat degan tizim bor, o'sha orqali qoldirsangiz bo'ladi. Telegram bot bor, o'sha orqali qoldirsangiz bo'ladi. Keyin hokimiyatga o'ziga kelib yozma murojaatni qoldirib qo'ysangiz bo'ladi aka. Elektron pochta orqali yuborsa bo'ladimi? Elektron pochta orqali menimcha yo'q aka. Mana bu sammurojaat.uz degan sayt bor. Sam murojaat bu saytmi bu? Ha, shunday aka. Og'zaki murojaatlar ham rasman qabul qilinadimi? Ijrosi qanchalik ta'minlanadi? Ta'minlanadi aka, shu nima deydi, yozma qilgan murojaatingiz bilan bir xil aka. Murojaatlar o'rtacha qancha vaqtda ko'rib chiqiladi? Taxminan aytaylik. 15 kundan 30 kungacha aka. 15 kundan 30 kungacha. Shunday. Rahmat sizga. O'zingiz tanishtira olasizmi? Men ismim Abdulhay, familiyam Shodmonov. Siz operatormisiz? Shunday, operator aka. Katta rahmat sizga. Xo'p. Va nihoyat biz Samarqand viloyat hokimligiga bog'landik va o'sha o'zimiz bermoqchi bo'lgan juda ham elementar savollarni taqdim qildik. Javoblar juda ham yaxshi berildi, o'zini tanishtirdi va lekin birinchi qo'ng'iroq qilinganda o'sha juda uzoq vaqt kutdik. Kutilganini hisobga oladigan bo'lsak, kutilgani va albatta javoblar yaxshi taqdim qilingani, o'zini tanishtira olgani albatta qaysidir ma'noda yaxshi ijobiy ballar bilan ballanishga loyiq bo'lishi mumkin. Albatta bu qolgan viloyatlarga nisbatan, ya'ni umuman bog'lana olmagan viloyatlarimizga nisbatan olib qaraganda. Demak, Samarqand viloyati bo'ldi. Demak, 6 daqiqa kutdik. Ikkinchi urinishda bog'landik va ikkinchi urinishda bog'landik va javoblarni yaxshi oldik. O'zini tanishtirdi. Yaxshi. Samarqand bilan ishimiz tugadi. Endi Surxondaryo viloyatiga yo'l olamiz desamda. Demak, Surxondaryo viloyati bizga o'z eshiklarini ochmoqda. Barcha raqamlar. Demak, bu yerda telefon raqami bor, ishonch telefon raqami, axborot xizmati, yuridik va jismoniy shaxslar murojaatlar bilan ishlash bo'limi. Demak, bu yerda qisqa raqamda o'zi bor. Ishonch telefon raqami 1088. Nimada? Yuridik va jismoniy shaxslar murojaatlari bilan ishlash bo'limi. Please check the number and dial again or call your operator to help you. This is a recording. Абонент аппарата o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Аппарат абонента возможно выключен или находится вне зоны обслуживания сети. The subscriber's phone may be switched off. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again or call your operator to help you. This is a recording. Абонент аппарата o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Аппарат абонента возможно выключен или находится вне зоны обслуживания сети. The subscriber's phone may be switched off or out. An'anaga ko'ra 3 marta qo'ng'iroq qilamiz. 1088 Surxondaryo viloyat hokimligi saytida ko'rsatilgan murojaatlarni qabul qiladigan telefon raqam. And dial again or call your operator to help you. This is a recording.
Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Аппарат абонента, возможно, выключен или находится вне зоны обслуживания сети. The subscriber's phone may be switched off or out of network coverage. Demak, biz 3 marta qo'ng'iroq qildik. Shaxs tasdiqlovchi hujjat. Biz 3 marta qo'ng'iroq qildik, lekin uchalasida ham bog'lana olmadik. Yuqorida aytganimizdek, Surxondaryo viloyati telefon o'chiq deyapti, abonent apparati o'chiq yoki xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Ya'ni telefon bu nomer umuman o'chiq. Bu birinchi prezident Islom Karimov. U O'zbekiston qahramoni unvonini birinchilardan bo'lib olgan shaxslardan. Xuddi Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Said Ahmad kabi buyuk yozuvchilar singari. Bu esa Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning o'g'li, Checheniston Xavfsizlik kengashi kotibi 18 yoshli Adam Qodirov. U ikkinchi marta Checheniston qahramoni unvoniga erishdi. Checheniston hukumat raisi Magomed Davudning so'zlariga ko'ra, unvon respublika rahbarining farmoni bilan berilgan. Qaror Adam Qodirovning davlat oldidagi xizmatlari, xalqqa qilgan xizmatlari hamda Rossiyaning Ukrainadagi harbiy amaliyotini qo'llab-quvvatlash faoliyati bilan izohlangan. Davudov ushbu mukofot Adam Qodirovning vatanparvarligi, mas'uliyati va vatan oldidagi sadoqatining e'tirofi ekanini ham ta'kidlagan. Unvon Rossiya kuni munosabati bilan topshirilgan. U 2023-yil oktyabrida 15 yoshida ham ushbu mukofot bilan taqdirlangan edi. So'nggi yangiliklar uchun Anxoruzning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga obuna bo'ling. Xo'p, Surxondaryo viloyati bilan ishimiz bitdi. Sirdaryo viloyatiga o'tamiz. Sirdaryo viloyati bizni chorlayor. Demak, Sirdaryo viloyati bor. Sirdaryo viloyati Anxoruzda eng ko'p tilga olingan viloyatlardan biri. Xo'p. Ishonch telefon raqamlari bor, mavjud saytda. Bu raqamlar demak 67 kodi bilan 236 8000 raqamlari. Demak 67 kodi bilan 67 kodi bilan 236 8000. Chaqiryapti. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sirdaryo viloyati hokimligimida. Shunday. Aka, nima so'ramoqchi edim? Jismoniy shaxslar hokimlikka qanaqa qilib elektron ariza yuborishi mumkin? Tushunmadim. Jismoniy shaxslar hokimiyatga qanaqa qilib elektron ariza yuborishi mumkin? Tushundingizmi? Xohlang mana menga ayting, xohlang murojaatlar bo'limi bor. Yo'q, menda arizani PDF shakli bor, mana shuni yubormoqchiman. Qayerga yuborsam bo'ladi? Qaysi manzillarga Uni yuborsam? PDF shaklida bo'ladigan o'zi kelib turib topshirib ketasiz-da. Elektron yuborsa bo'lmaydimi? Xohlang, lekin Telegram managa ham yuborsangiz bo'ladi, viloyat hokimi Telegramga ham. Ijtimoiy tarmoqda e'lon qilib qo'ygan-ku. Qayerda, qanaqa nom bilan izlasam chiqadi u? 77 tilak. Aha. Hozir nechida? 408 408 0105. 0105. Bu Telegramdan izlasam mana shu unaqa telefon raqam chiqadimi? Yo'q, mana Telegram uchun saqlasangiz, Erkinjon Bo'tachi Telegram chiqadi. Xo'sh. Bo'ldi, Telegramga yozasiz. Kim bu? Tushunmadim. Kimning telefon raqami deyman? Erkinjon Bo'tachi deyapman. Lavozimini ayting deb so'rayapman. Kim deb? Yo'q, siz tushunmadim. Bu qayerda yashaysiz aka? Tushunmadim. Siz qayerda yashaysiz? Sirdaryoda? Qaysi tumanda? Yangi shaharda?
Yangiyerda. Qaysi? Yangiyer Yangiyerda? shahrida. Erkinjon o'taysanmi? Yo'q. Bo'lmasa nimaga viloyat hokimiga murojaat qoldirmoqchiman deyapsiz? Nima bo'pti? Haqqim yo'qmi? Yo'q, viloyat hokimini tanimayapsiz-ku demoqchiman-da. Viloyat hokimini tanishga majbur emasman, lekin huquqim bor men murojaat qilishga, to'g'rimi? Yaxshi aka, bilmadim endi qanday murojaat qilsangiz qiling. Qanaqasiga bunaqa deyapsiz? Qanday murojaat? Menga manzilda aytsangiz bo'ldi, men o'zim murojaat qilib ola olaman. Demak, viloyat hokimini tanimaslik bu fuqaroni aybi emas. Va holanki fuqarolar ham ogoh bo'lishi kerak. Lekin hokimlik vakili bo'lgan bunaqa shaxslar bilmadim qanaqa qilib murojaat qilish kerak, qanaqa qilib muomala qilish kerak. Muomala juda qo'pol, juda. Ha, biz birinchi qo'ng'iroqda bog'landik va bilmadim. Juda nima deydi? Biz suhbatni tugatmasimizdan avval Surxondaryo viloyat hokimligi operatori suhbatni qizillab nima deydi? Qizil tugmani bosib suhbatni tugatib tashladi, ya'ni qo'ng'iroqni o'chirib tashladi. Bilmadim, aytaylik, oddiy qishloqda odami hokimni tanimasligi mumkin, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni bilmasligi mumkin, lekin muammosi bor. Nima qilsin? Muammosi bor. U qiynalyapti. Nima qilish kerak u? Va umid bilan hokimiyat eshigini taqillatyapti. Kechirasizlar, bizga yordam bera olasizlarmi? Menda shunaqa nima bor edi, murojaat bor edi. Uni qanaqa qilib yuborsam bo'ladi? Menga shu manzil beringlar deb so'rayapti, lekin ko'rib turibsiz, do'q qilyapti. Agar yonimda bo'lganda balki urardi. Yomon, juda yomon. Yana bir marta qo'ng'iroq qilamiz. Sirdaryo viloyat hokimligi. Shunaqa gaplar. Tak, biz qo'pol birinchi urinishda bog'landik. Rels yozamizmi? To'liq ma'lumot bermadi. Rasmiy munosabatda emas deb bo'ladimi? Qaysi rasmiy munosabat? Zapis bor ekan. Zapis bor, ha? Aniqlayapsizmi? Ha. Masalan, qayerda zapisda o'tirdingizmi? Ishlash zapisda o'tiribsizmi? Bo'ldi. Qani, tezlik bilan chiqib ketingchi. Obedga birga chiqamiz, a? 20 minut maksimum. Toshkent viloyat hokimligiga qo'ng'iroq qilamiz. Toshkent viloyat hokimligi aloqa ko'l markazlari qanchalik yaxshi ishlayapti. Toshkent viloyat hokimligida bor ko'l markazlari saytiga chiqarib qo'ygan. Ovoz tekshirib olay. Bir. Tak. Chiqarib qo'ygan. Xo'p, ishonch telefon raqami bor mana. Toshkent viloyati. Demak, Toshkent viloyat qo'ng'iroq qilamiz. Yetmish bir kodi bilan 28811 qo'ng'iroq qilamiz. Assalomu alaykum. Siz Toshkent viloyati hokimligiga qo'ng'iroq qildingiz. So'zlashuvni o'zbek tilida davom ettirish uchun 1 ni bosing. Здравствуйте, вы позвонили в ish sifatini yaxshilash maqsadida telefon so'zlashuvi yozib bor. O'z navbatida Toshkent viloyati hokimligining kotibiyatlar ishini jismoniy va yuridik
hamda ishonch telefoni orqali qilgan murojaatingizni ijrosini baholashingiz ham mumkin. Buning uchun 0 ni bosing. Ishonch telefoni bilan bog'lanish uchun 1 ni bosing. Qishloq va suv Birni bosdik. Toshkent viloyati hokimligiga qo'ng'iroq qildik va birinchi chaqiruvimiz javobsiz bo'ldi. Yana bir marta telefon qilamiz. U odatda biz aytdik 3 marta telefon qilamiz dedik. 3 martasida o'rtacha bog'lanish kerak. Bog'lanamiz yana bir marta. Toshkent viloyati hokimligiga qo'ng'iroq qildingiz. So'zlashuvni o'zbek tilida davom ettirish uchun 1 ni bosing. Здравствуйте, вы позвонили. Birni bosamiz. Yaxshilash maqsadida telefon so'zlashuvi yozib boriladi. O'z navbatida Toshkent viloyati hokimligining kotibiyatlar ishini jismoniy va yuridik hamda ishonch telefoni orqali qilgan murojaatingizni ijrosini baholashingiz ham mumkin. Buning uchun 0 ni bosing. Ishonch telefoni bilan bog'lanish uchun 1 ni bosing. Qishloq Birni bosamiz. Chaqiryapti. Ikkinchi marta qo'ng'iroq qildik. Toshkent viloyati hokimligi ko'l markazi, aloqa markazi ikkinchisida ham qo'ng'iroqni bekor qildi. Endi 3-marta qo'ng'iroq qilamiz. Xo'sh, 3-marta va oxirgi marta agar Assalomu alaykum. Siz Toshkent viloyati hokimligiga qo'ng'iroq qildingiz. ularni olmasa qo'ng'iroqqa javob berilmadi degan xulosaga kelamiz. Birni bosamiz. Sifatini yaxshilash maqsadida telefon so'zlashuvi yozib boriladi. O'z navbatida Toshkent viloyati hokimligining kotibiyatlar ishini jismoniy va yuridik hamda ishonch telefoni orqali qilgan murojaatingizni ijrosini baholashingiz ham mumkin. Buning uchun 0 ni bosing. Ishonch telefoni bilan bog'lanish uchun 1 ni bosing. Qishloq va suv chaqiryapti. Demak, o'rtoqlar, biz ayni daqiqalarda 12:05 da qo'ng'iroq qilyapmiz va kun hisobiga juma va kun hisobiga dushanba va hozirda Toshkent viloyati hokimligi hech qanaqasiga javob bermadi. Demak, javob bermadi. Keyingi ro'yxatga o'tamiz. Keyingisi bizda Farg'ona viloyati bizga qanchalik tez javob beradi. Demak, Farg'ona viloyati hokimligi veb-sayti bor bu yerda. Uni barcha aloqa raqamlariga o'tamiz. Ishonch telefon raqami bor bu yerda, ishonch telefon raqami. Demak, ishonch telefon raqamlari 73 kodi bilan 244 05 23. Bog'lanamiz. Qani, qanchalik
bizga tez bog'lanishadi. Siz chaqirayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Birinchi qo'ng'irog'imiz javobsiz bo'ldi. Yana bir marta qo'ng'iroq qilamiz. Bu ikkinchi qo'ng'irog'imiz edi. Siz chaqirayotgan abonent hozir Yo'q. Demak, uchinchi qo'ng'irog'imiz dushanba kuni hisobiga 12:09 qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Hali tushlik vaqti bo'lmadi menimcha. Tushlik vaqti odatda 13:00 dan 14:00 gacha bo'ladi davlat idoralarida. Ay. siz chaqirayotgan abonent Yo'q, uchinchi qo'ng'irog'imiz ham javobsiz bo'ldi. Farg'ona viloyat hokimligi aloqa raqamlari ishlayapti, chaqiruvlar ketyapti, lekin unga hech kim javob bergani yo'q. Demak, javob bermadi Toshkent viloyat hokimligi ham, Farg'ona viloyat hokimligi ham. Undan keyingisi Xorazm viloyat hokimligi. Xorazm viloyat hokimligiga chiqamiz. Demak, Xorazm viloyat hokimligi bor bizda, aloqa raqamlari ko'rsatilgan saytda. Demak, Xorazm viloyat hokimligi ishonch telefon raqami 62 kodi bilan 223 0054. Ay. Demak, Xorazm viloyatiga qo'ng'iroq qilamiz. Xorazm viloyatining aloqa raqamlari bor bu yerda. Demak, 62 kodi bilan 223 0054. 62 kodi bilan 223 0054. Assalomu alaykum. Xorazm viloyati hokimligi ishonch telefoniga xush kelibsiz.
Operator bilan bog'lanish uchun 1 ni bosing. Operator Alo, Alo, assalomu alaykum. salom. Xorazm viloyat hokimligimida. Ha, Unaqa bir narsa so'ramoqchi edim sizdan. Xorazm viloyat hokimligiga qanaqa qilib elektron tarzda murojaat yo'llasam bo'ladi? tem go'day boy. Labba. Gazeteci. Saytimizda bor, saytimizda. Xorazm hokimlik sayti ko'rsatilgan, shunda bor. Saytdan yaxshi foydalana olmayman-da. Shu unaqa Telegramdanmi, elektron pochtadanmi? Telegram guruhimiz yo'q. Saytdan kelsangiz, elektron pochta hamma narsa ko'rsatilgan. U yerda elektron pochta bormi? Elektron pochtadan yuboramanmi saytga kirib? Ha, bor. Hamma narsa bor. Sen ko'rsangiz ko'rsatadi. Ha, nimami? Murojaatda qanchada ko'rib chiqa olasizlar? O'zi odatda qanchada ko'rib chiqishadi? 15 kun ichida. 15 kun ichida. Rahmat. Yaxshi. Hokimiyatga xos qo'pollik bilan gaplashdi, lekin oddiy savollarimizga javoblar berishdi. Yaxshi, Xorazm viloyat hokimligi birinchi bog'langanimizda aloqaga chiqdi, savollarimizga javob berishdi. Aynan etapma-etap tushuntirib bermagan bo'lsa ham, lekin nisbatan nima deydi, savollarga javob topa oldik. Endi fuqaro o'zi sayt topib kira olish darajada bo'lishi kerak menimcha. Biz keyingi viloyatga o'tamiz. Asosiysi aloqa markazlari ishlayapti. Xorazm viloyati. Toshkent viloyatiga qo'ng'iroq qilmaymiz. Toshkent shahriga qo'ng'iroq qilmaymiz. Demak, keyin berib ketamiz degan. Qoraqalpog'istonga telefon qildikmi? Qoraqalpog'iston Respublikasi Yuqori kengashiga telefon qilamiz, Vazirlar Kengashiga telefon qilamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashiga qo'ng'iroq qilamiz 61 kodi bilan 222 26 14. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi. Vazirlar Kengashi qanaqa qilib elektron pochta yoki internet orqali murojaat yubora olamanmi Vazirlar Kengashiga? Kimsiz? Fuqaro? Qayerdan? Amudaryo tumanidan. Amudaryodan. Siz jiberavering, lekin nima? Elektron pochta orqali jiberingmi deydi. Amudaryodan bir fuqaro. Elektron pochta yo'qmi? Qadimgi jazvatirda jiberavering, Ministrlar Kengashiga deb jibering. Ajaba qalay jibersam bo'ladi? Siz arz yozasiz, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ministrlar Kengashining boshlig'i Farhod Ermonovga deysiz. Aha. Men Amudaryo tumani bunday ko'cha, joy MP ofi mason jazosiz, jasovchi fuqaro Palishev to'layshi. Undan keyin sizning pasport daningiz kerak. Aha. Pasport daningiz KM, IDM, IM son nomerini jazasiz. Undan keyin ayın so'ngiz kuningiz yoziladi. Telefon nomeringiz обязательно. Qayerdan jibersam bo'ladi? Pochtadan jiberga bo'ladi. Просто qog'ozga chiqarib jiberaman? Alo. Familiyangiz atingiz kim sizning? Elektron yuborsam bo'lmaydimi? Bo'laveradi. Jibering. Elektron pochta bormi? Yo'qda, so'z ayttiribman, yo'q deb aytdim. Telegram bot? Bilmadim, ko'ravering qaniki. Qanday niyangiz bo'lsa ko'ring qaniki, biroq murojaatingizni jiberavering. Yo'q. Murojaat Подпись число обязательно aslında, yaxshimi? Siz meni tushunmayapsiz, eshitmayapsiz meni. Sotuvый telefon, hammasi bo'lsin, to'liq ma'lumot, yaxshimi?
O'sha yuboradigan Telegram bot bormi хотя бы? Telegram foto bormi? Bot yo'qmi? Telegram bot. ЖК nima? Abi son qaramabman. Alo. Murojaat uz Apple. Apple'mi? Apple. Android. Murojaat uz. Qurilmalari Android. Murojaat uzga jibera qo'ying. Murojaat o'ziga Murojaat uz. Telegramda shunaqa bot yozsam chiqadimi? Chiqsa kerak ko'ring. Men men o'zim yozib aytmaganiga tushunmadim. Siz operatormisiz yo boshqa lavozimda ishlaysizmi? Yo'q, shu yerda ishlaymiz. Biz yerda sening telefonda olishimiz kerak. Biz telefonda olib javob beramiz. Operator bo'lib bilmaysizmi demoqchiman? Yo'q, bizda operator lavozim yo'q. Сөйтіп. Hozir xat yozib bizga basa-bas endi telefon chaqirganlarga olishimiz shart. Endi olishga olgandan keyin javob bermaysizmi endi? So'ragandan keyin o'ylab turman men. Talabim yo'q-ku mening. Ayting nima deysiz? Menga aytyapsizmi? Yo'q, bu yoqda. Ha, Qasimdagilar. qarsingizdagilar. Tushundira oldiman sizga. Сөйтіп, men tushunmadim. Qaysi botga yuborishni tushunmadim men. Murojaat bot, 100 ta murojaat bot bor-ku Telegramda. Android qurilmalari uchun deb qo'ydi. Odan keyin Sayt- murojaat uz deb qo'ydi. Saytlaringizda yo'qmi shu? Pochta orqali yoza bersangiz bo'lmaymi? Elektronniy qulayku, endi hamma yo'q elektronniy bo'lib turgan paytda pochtadan Gap jiberaman. qilgan orqalida, xat orqali. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Buni yozib bersangiz bo'lmaymi? Sizmi? Hozir. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Aha, eshitaman ag'a, ne masala edi? Qarang, murojaat yubormoqchi edim Vazirlar Mahkamasiga. Shuni elektronniy qanaqa qilib yuborsam bo'ladi? Elektron bu pochtani yo'qmi? Yo'q, hamma yo'q, elektronniy bo'lib turgan paytda elektronniy sharoit yo'qmi Vazirlar Mahkamasida? Yo'q, bizlarda sol www.murojaat.uz. www.murojaat.uz Bu saytmi yoki Telegram botmi? Shu saytda Telegram boti yo'q, biroq botim yo'q bunday. www. Murojaat.uz. So'ng shuni to'ldirib nelaringiz bor, so'ng shuni qoldirsangiz bo'ladi. Ya bo'lmasa nega telefon qilsangiz ham bo'ladi. Mana telefon qilib nima qilgan Pochtadan jibirsangiz ham bo'ladi. murojaatim qabul qilinadimi og'zaki murojaat? Yo'q, qabul qilinadi. Bizlarda sol ne masala bo'lsa, sol ministerlikka topshirma beriladi. Ag'a, сөйтіп siz bilan bog'lanadi. Сөйтіп, Agar qarang qo'yman, menga yozma turda ответ kelsin desangiz, bizlarga pochta turda bizlarga abzal jibirsangiz bo'ladi ag'a. Qog'ozga yozib, listga yozib. murojaatimizdan yuborsam sizlarga yetib boradi, ha? Bizlarga yetib boradi. Pochtadan jibirganingiz ham ma'qul bo'ladi. Agar menga ответ kelsin desangiz, dokumentalni olib. Yaxshi. Rahmat ko'p. Yaxshi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga qo'ng'iroq qildik. Umuman olganda juda ham sodda savollarni berdik. Ya'ni nimaga biz bunaqa oddiy savollarni beryapmiz? Chunki umuman olganda aytaylik jamiyatdagi o'rtacha nima deydi? Jamiyatdagi o'rtacha fuqaro berishi mumkin savollar darajasiga qarab beryapmiz. Endi bu darajada qolog'an demoqchi emas biz. Bu darajada internet va undagi instrumentlardan foydalana oladigan fuqarolarimiz ko'p ham deb ayta olmaymiz albatta. Va umuman olganda murojaat yo'llaydigan fuqarolar ko'pchiligi shart emas. Shuning uchun shunaqa oddiy savollar bilan bezovta qilyapmiz. Asosiy maqsadimiz qo'ng'iroqlarimizni ko'tarishadimi, qabul qilishadimi, biz jonli aloqa operatorlari bilan bog'lana olamizmi degan savol bu yerda o'rtaga tashlanyapti. Qoraqalpog'iston Vazirlar Mahkamasi juda ham yaxshi ishlayapti va u bizga tushuntirib berdi. Ularda yo'q, Telegram botlarida yo'q. Aynan sayt orqali ularga, ya'ni operatorlarda aytishi bo'yicha sayt orqali ularga murojaat yo'llashning imkoniyati yo'q, lekin murojaat
uz orqali yuborsa bo'ladi va bu respublikani manimcha hamma tashkilotlarda ishlaydi. Siz tashkilotni tanlaysiz va unga murojaat yuborasiz. Bu juda ham yaxshi raqamlashtirilgan tizim umuman olganda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesiga telefon qilib ko'ramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi sayti bor. Aloqa balans o'zbekchasini tanlaymiz. Agar siz aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, albatta bu yerda ism, familiya, telefon raqamingiz, email pochtangiz, xatingiz mazmuni haqida gapirishingiz kerak va albatta bot emasligingizni tasdiqlaydigan bu yerda tekshiruv bor. Shundan o'tishingiz kerak. Bu yerda telefon raqam bor. Qo'ng'iroq qilib ko'ramiz. 61 kodi bilan 222 98 22. Abonent apparati o'chirilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi aloqa markazi abonent apparati o'chib qolgan ekan. Yana bir marta telefon qilib ko'ramiz. Abonent apparati o'chirilgan. Abonent apparati o'chirilgan. Yana bir marta telefon qilib ko'ramiz. Bu oxirgi marta. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev biz
Siz chaqirayotgan abonent hozir javob Qoraqalpog'iston Respublikasining Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesiga biz 3 marta qo'ng'iroq qildik. Chaqiruvlar amalga oshdi, lekin aloqa markazidan hech kim qo'ng'iroqlarni ko'tarmadi. Avvalroq biz qo'ng'iroq qilganimizda Jizzax va Namangan viloyat hokimliklari xizmat doirasidan tashqarida edi. Balkim hozir xizmat doirasidan ichkariga kirib olishgandir. Hozir telefon qilib ko'ramiz. Demak 72 kodi bilan 226 30 90, ya'ni keyinroq qo'ng'iroq qilamiz degandek bularga. Yana telefon qilib ko'ramiz. Chaqiruv bor. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jizzax viloyat hokimligimida. Kechirasiz, bitta narsa so'rasam bo'ladimi? Hokimlikka qanaqa qilib elektron tarzda murojaat yo'llasak bo'ladi? Murojaatlar bo'limimiz bor ekan, nomerini berib. Murojaatlar bo'limi nomerini yozib olaman bo'lmasam. 72lik 72 bilan 226 226 0011. 0011. Bu telefon nomeriga telefon qilaman. Ular men murojaatimni olib qolishadi. Shunday. Agar qarang, men murojaatni listga yozadigan bo'lsam, uni PDF qilib elektron pochtagami yoki telegramgami shunaqa yuborsam bo'ladimi? Elektronniy tipa dalil sifatida. Uni aniqini bilmayman, uni o'zlaridan so'rab ko'rasan, lekin telefondan murojaat qabul qiladi. Bu kol markazi, Yo'q, kol markazi emas, murojaat va shikoyatlar bo'limi bizaniki. Rahmat. Ariza, shikoyat va murojaatlar. Siz hozir shu bo'limda ishlaysiz-a? Yo'q, bu yer qabulxona ekan. Qabulxona. Rahmat sizga. Xo'p, sog' bo'ling. Demak, ishonch telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishimiz kerak edi, adashdik. 72 bilan 226 0011. Ishonch telefon raqami bor edi, telefon raqami bor edi. Ya'ni bittasi qabulxona edi, bittasi ishonch telefon raqami edi. Biz adashib boshqacha telefon qilib oldik. Ishonch telefon raqamiga qo'ng'iroq qilamiz. Ishonch telefon raqami. Hozir bizga o'sha nomerni berdi. Soatimiz 12:31 bo'ldi. Hali nima bo'lgani yo'q. Obed vaqti bo'lgani yo'q. Hay, sekin. Siz chaqirayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Biz chaqirayotgan abonent apparati hozir javob bera olmaydi. Yana bir marta telefon qilamiz. O'tgan safar ham adashmasam shunaqa bo'lganda. Bu ikkinchi qo'ng'iroq. Siz chaqirayotgan abonent Yana bir marta qo'ng'iroq qilamiz.
Xo'sh. Uchinchisi bu 12:34. Siz chaqirayotgan abonent hozircha Demak, biz Jizzax viloyati hokimligiga 2 marta qo'ng'iroq qildik, lekin bo'lmadi, bog'lana olmadik. Shuning uchun yana bir marta bitta qolib ketgan telefon raqamimiz bor edi. Bu Namangan viloyatiniki 1056 ishonch telefon raqami bu. Ishlayapti. hozirgi vaqtda barcha operatorlar band. Iltimos, birozdan so'ng Hozirgi vaqtda barcha operatorlar band. O'tgan safar qo'ng'iroq qilganimizda ham xuddi shunaqa bo'lgandi va shuning uchun biz qaytib qo'ng'iroq qilmaymiz. Doim band bo'ladi. Namangan viloyati hokimligi operatorlari baraka topishsin. Balki ishlashayotgandir, balki chindan ham banddir yoki balki hech kim ishlamas bu yerda. Biz davom etamiz.